assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, sog' bo'linglar. Shu yangi loyiha boshlaganmiz. Shu juda ko'pchilikga qiziq bo'lyapti. Shu Andijondagi kema qanday bo'lib qolgan? Biz juda ko'pchilikdan so'radim. Ko'pchilikda ma'lumot yo'q. Qanday qurilib qo'ygan, qanday kelgan? Shu haqida oxiri surishtirib sizni topdik. Hozirgi o'zi u kema u yerga qurilganmi yo tayyor kema olib kelinganmi? Nima bo'lgan o'zi? Qanday paydo bo'lgan bu yerda? Endi kemani tarixi juda ajoyib. Endi mana kim qayerga sayohatga borsa, boshqa davlatlarda e'tiborga tushgan haligi qurilishlar, o'shanga o'xshagan bir ajoyib bir binolarga haligi havas bilan qaraydi. Endi Andijonda dengiz yo'q, Andijonda bir haligi bir katta bir ko'l yo'qki, endi Andijon haligi suv omboridan tashqari, endi u bizni Xonobodda bizni haligi hududimizda yo'q. Lekin nimanidir qurish kerak edi o'sha joyda, Bog'i Shamolda. Chunki Bog'i Shamol 70-yillarda o'sha vaqtdagi viloyatda juda bir e'tiborga sazovor bo'lib hammani tiliga tushgan rahbar o'sha yerda bir ajoyib bir maskan yarataylik degan haligi bir tashabbus bilan qo'l urgan. Endi buni ma'nosi Andijon o'zi kichkina, lekin haligi hududi kichkina bo'lishiga qaramasdan odam aholi nihoyatda zich joylashgan. Endi u yoqqa borib, bu yoqqa borib bir dam oladigan joy yo'q. Endi haligi Qirg'izistonga boradigan bo'lsa, uzoq safar boshqa. Shuning uchun shu insonni haligi tashabbusi bilan o'sha yerda bir go'zal bir maskan quraylik. Ya'ni shahar aholisi chiqib o'sha yerda bir dam olib o'ynab kelsin degan ma'noda boshlangan u yerda. Endi uni davlat hisobidan qurishga iloji yo'q. Shuning uchun haligi katta viloyat tashkilotlariga joylarni bo'lib bergan. Misol uchun non zavodiga bitta, konserva zavodiga bitta, misol uchun haligi go'sht kombinatiga bitta, xullas tashkilotlarga bo'lib berganki, o'sha joyni o'zinglar haligi bir obod qilib, o'zinglarni jamoalarga bir dam oladigan joy bo'lsin degan. Bu yaxshi bir ideya bo'lganda, shuning uchun juda katta bir ko'tarinki ruhda boshlangan. Endi haligi meni bu yerga aloqam shu 75-85-yillar davomida, endi oldingi lavozimlarda endi aytishni hojati yo'q. Balkim kerak bo'lsa aytilar. O'sha yillarda men viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasida qurilish bo'yicha muavin bo'lganman. Qurilish bo'yicha, demak butun rayonlardagi xo'jaliklarda butun ijtimoiy, madaniy, maishiy va boshqa binolarni qurilishlari men orqali o'tgan. O'sha kunlardan bir kun shu 75-yilda oxirlarida endi har haftada bir marta muhokama bo'lardi qilinayotgan ishlar Bog'i Shamolda. Bizi rahbarimiz Hamid Qodirich birinchi qatnashsa, viloyat rahbari aytganki, qani bu sizga so'z. Siz nima qildingiz desa, u odam aytganki, yo'q biz joy olganimiz yo'q degan. Hali siz shu lavozimda turib hamma qilyapti, nimaga sizlar bunga qo'shilmadinglar degan bir haligi unga e'tiroz bildirgan. U odam keldida meni topib dedi, biz dedi juda noxush holatda bo'ldik. O'zimiz katta tashkilot bo'lsa, qishloq xo'jalik boshqarmasi bizga dedi shunaqa gap bo'ldi, qilmasak bo'lmaydi dedi. Shundan keyin bordik, hamma joylar taqsimlanib bo'lgan, bizga joy yo'q. Keyin Serkoskimiya degan viloyat tashkiloti bo'lar edi. Ular bilan ko'rishib aytdimki, sizlarda bormi desam, bor dedi. Qancha desam, men kattalar joyda bergan. Biror narsa qildinglarmi desam, men qanday qilamiz biz? Bizning imkoniyatimiz ham yo'q, qiladigan odamimiz ham yo'q dedi.
Men aytdim, bo'lmasam yarmini olaylik dedim. Jonim bilan dedi-da, yarmini bo'lib berdi bizga. Bu tomonni olasiz, bu tomon dedi, men shu kema tomonida oldim. Shu bilan lekin o'tirib o'yladimki, nimani qurish mumkin bu yerga? Choyxonani keragi yo'q. Mehmonxonani keragi yo'q. Endi bu yerga shunday bir narsa qurish kerakki, odamlarni e'tiboriga tushish kerak. Endi bo'lgan haligi do'mlik unday kelib turib, keyin bunaqasiga tushib ketgan. Endi u yerga o'yladim, shu kemaga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Shunday kemaga o'xshab. Birinchidan, endi odamlar kulishi mumkin, bog' shamolda kema nima keragi bor? O'sha kema bitib, bir 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin Leningraddan 3 ta mehmon Anjanga kelgan ekan. Shulardan bittasi kontr-admiral harbiy dengiz flotida tuzli lavozimda ishlagan. Endi uni olib kelishsa, u ko'rib aytibki, "Ey, qizil" debdi, "Kim qurdi buni?" degan. Bor odam deb meni tovushib keldi. Keyin palubada o'tirib, endi o'sha yerda choypoy ichib o'tirib aytibdiki, "Men tushunmadim" deydi. "Nima kerak bordi bu yerda" deydi, "bu kemani" deydi. "Suv yo'q bo'lsa, boshqa yo'q bo'lsa" deydi. Men aytdimki, "Siz" dedim, "mana dengizlarda suzgan odamsiz. Dengizda shundayki to'lqinlar paydo bo'ladi. To'lqinlar, 10 metrlik, 20 metrlik to'lqinlar. Siz bu yerda o'tiribsiz, mana adirlar, past baland boshqa to'lqinga o'xshamaydimi" dedim. Desam kulib yubordi. Dedi, "To'g'ri" dedi. "To'g'ri" dedi. Men aytdim, "Ko'r, haligini qiling, bu to'lqinni ustida turibdi atrofimiz, adirlar, past balandlar, bu katta to'lqin, anaqani okeanda." Hayron bo'lib aytdiki, "Tasanno" dedi. Ikkinchi masala aytdiki, "Siz harbiy dengiz nimada xizmat qilganmisiz" dedi. Men aytdim, "Yo'q" dedim. "Birorta" dedi, "o'shanga to'g'ri kelgan yo'nalishdagi narsani bitirganmisiz?" "Yo'q" dedim. "Men quruvchiman" dedi. "Bo'lmasam" dedi, "Siz qanday qurdingiz buni" dedi. Men aytdim, "Men shuncha endi hayoliy qurdim" dedim. "Yo'q, bu hayoliy emas" deydi. "Endi nimaga" dedim. Desam, "Biz" deydi, "men kelgunimcha bitta ikkita odamlar bilan o'lchatibdi. Kemani uzunligini, kemani enini, machtani balandligini, haligi oldidagi bushprit deydi. Uni uzunligini, xullas hamma yo'lda o'lchasa, shundaqa bir nima deydi? Geometrik. Haligi to'g'ri kelganda, Chizma loyihasi. Loyihaga to'g'ri kelgan. Hayotda qurilgan kemalar o'sha ma'lum bir haligi muvofiqlikda qurilishi kerak ekanda. Qanaqasiga dedim, "Bilmayman men" dedim. Bitta varaqqa shunday chizdim, planini qilyapmiz dedim. Endi bitta narsa, nariroqda, pastroqda bir choyxona bor. Bizga burilganda chap qo'lda bir qaysidir bir tashkilot choyxonasi edi. Endi orasi bir 200 metr. Men aytdim, "O'sha yerga o'tirib olaman" dedim kelganimda. "Mayerga moncha qo'shasan, mayerga moncha qo'shasan" deyman, "Qo'shakan" dedim. Shunday qilib bo'lgan desam, men hayron, "Mumkin emas" deydi-da. Bunchalar aniq chiqishi. Xullas shunday qilib ishlar bo'lgan. Endi uni ma'nosi shunday bo'lganki, o'zingizda o'rniga tushgan. Mana ko'plari nimaga bu yoqqa qarab, Anjanga qarab, nimaga bu yoqqa qaramay degan gaplar ham bo'lganda. Endi savollar beradi-yu. Men aytdim, "Men kemani" dedim, "mehmon sifatida kelib Anjanga kelayotgani ramzida qurdim" dedim. Men Anjandan chiqib ketadigan ramzida emasman deganman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi u yerda qurib bitkizgandan keyin 1,5 yil, 2 yilda qurib bitkizilgan u kema. Endi uni ichini shundaqa bir chiroyli bezanganki, haligi bitta zali uzuni bir 10 metrda atrofida, eni 4,5-5 metr. O'zi kemani eni 7 metrda atrofida. Uzunligi 47 metr, eni moncha. Endi o'shini ichiga juda qimmatbaho 3 ta gobelen zakaz qilganman. Haligi qo'lda to'qiladi-yu.
eski vaqtlarda haligi juda badavlat haligi nimalar gobelin uyga gobelin qilgan. Shers ipdan shu to'qilgan. Shu narsani bir devorga uni qildik. U yerda ikkita xona bor, uchida mehmonxona, yotadigan. U yerga ikkita qilingan. Xullas, ichlari yog'och bilan qoplangan. Ichiga kirsangiz ham, tevasiga chiqsangiz ham, qayerda turmang, ikkinchi palubaga chiqsangiz ham kemadan farqi yo'qda. Hayron bo'laveradi hamma qanaqasiga. O'shandaqa bo'lib, bir insonlarga bir haligi g'ayri tabiiy bir narsa sifatida u yerga qurilgan. Birinchi nima bo'lib foydalanilgan u yer? Birinchi foydalanilgani viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi yoki obl agropromni jamoasini dam oladigan maskani. Dam olish maskani. Ha, o'zimizniki. U birovni anaqasi emas. O'zi bizni kollektiv o'zlari chiqishib damda olib shanba yakshanba kuni yoki biz haligi majlis o'tkazsak, majlislarimiz o'sha yerda o'tar edi, kollegiyalarimiz. Ham kelgan odamlar xursand bo'ladi, ham biz masalani hal qilamiz. O'shundaqa ishlar bo'lgan. Endi yana bitta qizil savol Hoji aka. U yerga o'zi qurilishiga necha pul ketgan? Kema qurilguncha endi u paytgi narxlar bilan hozirgi narxlar boshqa bo'lib ketgan-ku, lekin baribir odamlarga qiziqda. Endi eng qizig'i hozir o'sha kemaga sarflangan mablag' materialu, xizmat haqiyu, yo'l kirasini hammasini jamlasangiz, hozir supermarketdan, korzinkadan taliq go'shti yarmi, 1 kiloni yarmi puli ketgan. Shunda yarim kilo taliq go'shti 60 ming. narxida bo'lgan 80 ming. 60 ming, 70 mingga ham bormaydi. 60 ming. U payt 60 ming, 70 ming deyapmiz. O'tkazib bir samolyot videosini chiqardik, ko'rdingizmi yo'qmi? Qancha chiqardi? Ikkita Jigulida puli ketgan. 8 Nechta mashinani puli ketgan? Shunda 60 ming, 70 mingga nechta mashina bergan u paytda? Bunday qiyoslasangiz, odamlar tushunish uchun. Endi bu yerda haligi kelinglar, haligi nisbat berish, taqqoslashda bu haligi to'g'ri chiqmaydi. Taxminan. Ular misol uchun shu Yaqso'riqni tayyor samolyotda olib kelib o'rnatgan. To'g'ri. Endi o'shanga ketgan xarajat, yo'l kira, boshqa samolyot qanotini qilmagan, g'ildirayni misol uchun qilmagan, boshqasini qilmagan. Endi nimanidir qilgan, o'sha ikkita Jigulini puli ketgan. U yerda faqat shu yerda bo'lgan. xarajat. Taxminan 20 ta Jiguli puli ketgan bo'lsa kerak. Endi bilasizmi, uni mashinani andaqasi bilan taqqoslashning hojati yo'q. Chunki bilasizmi, inson manfaati u 1000 ta mashinaga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin biz o'sha yerga sarflagan narsani haligi imkoniyat darajasida ishlab chiqarishga zarar yetmaydigan, aytaylik malol kelmaydigan darajada qilib qilingan. O'shuning uchun bizga u har tomonlama bir qimmat, har tomonlama haligi bir nima deydi, havas qiladigan darajada bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, shu 70-yilda qurilgan bo'lsa, 70-75-yillarda qurilgan bo'lsa, shu kungacha turibdimi? U narsani o'zi pul bilan baholashimiz noto'g'ri. Bebaho deb bo'lsa bo'ladi, chunki Andijonga kelganki odam, Bog'shamolga borganki odam kemani ko'rmagan, masalan, biz yoshligimizdan kemani ko'rib katta bo'lganmiz, o'zimiz andijonlikligimiz uchun. Andijonga kelgan turistlar ham ko'p, masalan, Bog'shamolga boramiz mehmonlarda, ularda ham esida qoladi kema nima bo'ldi. Shuning uchun u narsani siz aytgandek, qaysidir qiymat bilan, nisbat bilan solishtirib bo'lmaydi. Haqiqatan bebaho. Chunki haligi nimanidir haligi qimmat darajasida e'tirof qilishlik o'sha narsani mohiyatini tushirib yuboradi. Misol uchun o'sha kemani 5 millionga tushdi desa, vo deydi. Misol uchun vo deydi. Yoki yarim kilo go'shti puliga bo'lgan desa, shumi deydi. Gap unda emas u. Gap o'sha olgan narsangizni yoki o'sha ashyoni sizga naqadar xush kayfiyat bag'ishlashi bizga kerak. To'g'rimi? 200 ta mashinani minib ketsa bo'laverar edi.
kim qayerda urib sindirib yo'qolib ketadi. Lekin mana shuncha yildan beri u yerga kelgan mehmonlar, buyoqqa Vladivostokdan, buyoqqa bir vaqtlar Andijonga juda ko'p turistlar kelar edi. Endi hozir ham kelayotgan bo'lishi kerak. Hozir ham ko'payib qoldi. Ularda eng birinchi tushadigan maskani Bog'i Shamol bo'lgan. Borib kemani ko'ra hamma kemani hayron bo'lar edi. Kemani hayron bo'lardi. Shu bilan rasmlarga tushar edi. Qizilda, Adirda kema turibdi, kemani oldida odamlar. G'ayri tabiiy. Bu ishonadigan darajada emas. Shuning uchun biz shu narsani olgan. Endi buni mana endi sizga aytsak bo'lardi, o'sha vaqtda respublika Gostroyi, ya'ni qurilishlarni haligi bir rahbari qonun qoidalarga rioya qilish bo'yicha ular nazorat qilar edi. Men qurilishni boshlaganimda endi kimdir kelib rasmga olib ketgan, keyin meni gastroyga taklif qilishgan. Aytganki, nimaga siz binoni 100% o'zini quryapsiz? U faqat ramziy bir qandaydir narsalari bo'lish kerak xolos u degan. Men aytganmanki, to'g'ri, sizni to'g'ri, men ham quruvchiman, o'sha sinib va boshqalarga men amal qilaman. Lekin u maskan, odamlarda dam olish maskani yo'q. U yerga aytaylik bitta binoni qurib qo'yib, to'rtburchaklikda, birov unga e'tibor beramidi? To'g'rimi? Bino nima ekan desa, choyxona nima ekan, mehmonxona ekan yoki kafe ekan deb qo'yar edi. Lekin dedim, buni qurilishlik o'sha joyni o'ziga desam, u dedi, bu dedi, xullas oxiri shunga rozi bo'lgan. Keyin o'zlari ham kelib ko'rib, palubalarda o'tirishib, choyni ichishib, ular tasanno degan. Asosiy g'oyasi qayerdan kelgan kemani? Yo'q, g'oya men o'zimda. Endi bilasizmi? Har bir insonda qandaydir bir haligi tahayyul ne'mati bo'lishi kerak, hayoliy. Haligi qurilishlarda ko'raverib, qurilishlarni qilaverib, odamlarning ko'zi pishib qolgan. Bir chiroyli ko'prikga deysiz, chiroyli mana misol uchun Fransiyadagi Eyfel minorasi. O'shanga ham bir 200 yil o'tgan bo'lsa, hozirgacha tang'irqaydi, bu qanday qiluvdi ekan deydi. Yoki mana dunyoni ko'p davlatlarida ajoyib binolar bor. Noodatiy. Nodir. Endi shuni qilishgan u. Men aytganman, bu yerga hech qaysi bino to'g'ri kelmaydi. Endi buni tayida nafaqat kelmaydi, O'tkilbek. Men u yerda juda katta programma bilan qilingan bu narsa. Misol uchun, mana siz palubada o'tiribsiz, odamlar o'tiribdi, 20 ta 30 ta. Endi 1 soatlik, yarim soatlik dasturlar qilmoqchi bo'lganman. Misol uchun, mana siz 3 kishi, 4 kishi o'tiribsiz. Haligi xizmat qiluvchini chaqirasiz. Endi bizda ayollar, ofitsanka boshqa. Yo'q. Siz oldingizga barzangi bir ko'zini bekitgan, mariga haligi hanjar pichoqni osib olgan, haligi nima? Qaroqchi. Qaroqchi. Kelib, haqiqiy. Kelib sizga aytadi, nima? Mana narsa olib beradi. Endi shuni ichida haligi dasturda bitta ikkitalari urush janjal ochish kerak. Palubani tevasida u yoqda. Shov, borib urushib haligi hazakam to'pponchama qilib kelib yarashtirib, o'shandaqa narsalar bo'lishi kerak. Chap bo'yin. O'shandaqa keyin mikrofonda haligi dengiz shov-shuvlar yozilib, o'shani qo'yib qo'yiladi. Haligi o'tirganda haligi dengiz. Hozirgi davrdagi ancha-muncha shoumenni hayoliga kelmaydi u. Kelmaydi u narsa. To'g'risi, masalan, Andijonda emas, Toshkentda ham unaqa shouli restoran topish qiyin. Yo'q, SSRda yo'q edi unaqa restoran. Endi hozirgi rivojlangan davrda ham hozirda ham yo'q. Men o'shanaqa narsalarni o'ylaganman-da. Mana o'shanday gobelen. Endi gobelen bilasizlarmi qanday qo'ygan? O'sha katta gobelenni uzunligi salkam 6 metr bo'lgan. Eni 3,5 metr bo'lgan. Endi har bir gobelen 3 kvadrat metrdan sathi ortiqcha bo'lsa, uni respublikadagi
haligi nima qo'mita ruxsat berish kerak shu gobelenni qilish uchun. Biz uni ruxsatini olganmiz. SSRdagi o'sha soha bo'yicha chiqadigan jurnalda chiqqan. Chet elda chiqqan. Uni ma'nosi shunday bo'lganki, gobelenni tagi 1 metr dengizda tagi. O'simliklar, suv, boshqa narsalar suzib yuribdi. Suvni ustida bir nihoyatda chiroyli ayol farishta sifat. Qo'lida haligi nima bor-u, haligi suvda anaqasi bor-u, nima deydi uni haligi Haligi otadiyonda aytmayapti. yo'q, haligi ichida Qadah. haligi nimasi bor-u. Rumka, qadah. Yo'q, qadah emas haligi bunday narsa-yu, haligi nima deydi? Bozorlarda ham sotadi kichkinasini. Akvariumni ichiga solib qo'ygan narsalar. Akvarium ichiga ham solasiz. Sadafga o'xshagan haligi toshlarda. chig'anaq. Chig'anaq. O'sha Akvariumlar ichiga solib katta chig'anaqni olib farishta sifatida osmonda andaq qilib ketayotgani. Suv parisi. Suv parisi. Tevada endi yulduzlar bo'lgan. O'sha narsa, ya'ni har bir xonaga endi bizni mehmonlar kelsa, o'sha yerda kechqurun haligi nimasini berib, ovqatini berib, tanovul qilgandan keyin xolasa o'sha yerda yotib qolishi mumkin. Ministr kelamiz, ministr yo kimlar o'shandaqa xona. Andijonda eng oldin mehmonlar o'sha yerda qo'ygan ekan. Endi undan keyin u biznikilar qolib ketib, mana shu Andijonga qaysi mehmon kelsa, viloyat yo rahbarlari o'sha kechqurun o'sha yerda ziyofatini o'sha yerda berar edi. Mehmonlar. Endi rosa charchaganmiz undan. Menga telefon qiladi, Qudratilla, palonchi mehmonlar kelyapti, o'sha kechqurun o'sha yerda bo'ladigan. Bo'pti, o'zingiz qarab qo'y, borib qarab qo'yishim kerak. Endi ayrim tashkilotlar o'zi tashkilotga kelgan. Endi obkom oblaspolikomga kelganlarda endi undaqaga pul yo'q, men qilaman. O'sha pastda har doim 3 ta tandir tayyor turar edi. Hozir ham bor, agarda yo'qib ketmagan bor edi. Qanday oldi? Boshqon pastidami? Yo'q, o'sha kema o'zi o'sha hududda. Keyin biz ikkinchi yarmini ham olganmiz-da. Ikkinchi yarmini olib 6 qirralik eni 10 metrlik bino ham qurilgan. O'sha yerda bir maylis, o'sha yerda bir tadbirlar o'tkazish uchun. O'shundaqalar bo'lib bitta bir kompleks bo'lganda, endi o'sha yerga qarang. Asfaltni olib borganmiz pastdan. Asfalt borgan. Ikkinchi, o'sha yerga latovda suv chiqqan nasos bilan. Uchinchi, yuqori kuchlanishli elektr andaqalarni tarmog'ini olib borganmiz u yerga. O'sha kim keladigan bo'lsa yetarli darajada bir sharoitlar tug'dirilganda u yerda. Endi kim kelsa hayron. Hozir bilmayman 77-78-yilmi, 2000-yilga yaqin katta kalendar chiqqan. Kalendarda tevasida kema, pastida haligi oylar va boshqalar bo'lgan. Ko'p yerlarda rasmlari chiqqan, ajoyib bo'lgan. Lekin shu 78 adashmasam yillarda SSR davrida qaror chiqqan. U qarorda shundayki, haligi idoralar, keyingi har xil haligi tadbir o'tkazuvchi bir diqqatga sazovor joylar, klublar, xullas haligi ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan binolarni qurilishi man etilsin degan. Degandan keyin bizni qo'limizdan haligi bu narsalar ketgan. Endi buni qilaylik desak, oxirgi mana chiroyli qilib, oxirga yetkazib, undan foydalanaylik desak qaror chiqqan. Shu bilan
Endi u narsa bizni balansimizda turishi mumkin emas. Qishloq xo'jalik boshqa. Ha bu sen kimsan, sen buni ushlab turibsan deganga kelib qo'ygandan keyin biz uni Andijon konserva zavodidan balansiga o'tkazib berganmiz. Choyxona uchun, o'sha yerda bir maishat uchun qiladigan bo'lsa hojati yo'q. O'sha maishatni choyxonada ham qilib ketaveradi. U yerga qilish kerakki, mana yoshlarda olib chiqish kerak. Bolalarda olib chiqish kerak, talabalar chiqish kerak. O'sha yerda qandaydir bir tadbirlar o'tkazish kerak. Yoniga hayvonot bog'i tushdi mana. Mana hayvonot bog'i tushdi, shundaylar pastda turibdi. Ya'ni o'shanaqa bir ma'naviy, ma'rifiy markaz qilib, o'sha yerda kinolar qo'yib, qandaydir bir bolalarga konsertlar qo'yib, haligi bir kelgan mehmonlarga bir choy-poy, haligi ichish anaqa mas'alas bo'ladigan emas, o'shanaqaga ishlatish kerakda buni. Kofe, sharbat. Shoular bo'lsa Kofe, bo'ladi. sharbat, ma'naviy. O'zi asosiy shouga nima qilib turib, o'zi ko'p joylar qilinyapti, shou bo'ladi yoki qanaqadir park, ko'ngilochar joylarda ozgina o'zining kichkina barlari bo'ladi. Uni andijonlik ustalar o'zi qurganmi? Hamma ustalar Andijondan bo'lganmi yoki Moskvadan olib kelganmi? Yo'q, hech qanaqa Moskva birorta usta tashqaridan kelgan emas, birinchidan. Ikkinchidan, o'zimizdagi ustalar yetarli. Chunki biz davlat programmasidan, dasturidan tashqari bizda o'zimizning imkoniyatimiz bor edi qurilish qilgani, kolxoz, savxozlarda. Endi kolxozlar aro ta'mirlash tashkilotlari bor edi bizda. Remont, qurilish, misol uchun kichkina bog'cha, uy, bu narsalarni biz o'zimizdan qurar edik. Shuning uchun u yerda to'g'rima-to'g'ri o'zimizning ustalar, Andijonlik ustalar. Andijonlik bolalar, endi faqat men ustida turganman xolos. Bitta g'ishtni mensiz, yo bitta miqni mensiz urmagan. O'sha kutib turar edi, yig'ilar edik, men tushuntirib 1 soat, 2 soat o'sha yerda o'tirib, shanba, yakshanba kuni shuni qildirardik, ketilar edi. O'shanga yarasha ovqatini qilib, mashinada. Qancha vaqt ketgan uni bitishiga? Oshib ketsa shu 2 yil ichida bitgan. 2 yil ichida bitgan. Hoji aka, yana bitta oxirgi savolimiz, shu kemaga kelayotgan xalqimiz, odamlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz shu odamlarga? Endi mana biz insonlardan yoki o'zimizning xalqimizdan juda ko'p narsani kutamiz. Mana mashaqqatli mehnat, haligi qandaydir bir o'shanga yarasha his-tuyg'ular, kechinmalar bo'ladi. Bitta obyektni qurish o'zi oson emas. Yoki bir yerda bir ishlashni o'zi oson emas. Lekin ularni ko'ngil chiqadigan, dam oladigan, bir rohat qilib o'tiradigan narsalar ham yetarli darajada bo'lishi kerak. Shuning uchun bog'i shamol o'shuning uchun qurilgan. Mana hozir juda men xursand bo'laman. Buyog'i Farg'ona, buyog'i Namangan, O'sh va boshqa joylardan kelib dam olib ketadi bizni bog'i shamolimizda. Bu juda ulug' narsa-yu. Shuning uchun o'sha kelayotgan odamlarni yana bir quvontirish uchun, yana ularga bir zavq, shavq berish uchun shu kemani oldingi holatga keltirishga shu harakat qilishimiz kerak. Shu kema chiroyli o'sha Andijon bog'i shamoli adirlarida haligi bir okeanda suzgandek suzsin. Yelkanli kema suzsin, odamlar kelsin, yosh bolalar, yosh avlodimiz o'shalarni olib quvonsin. Biz shunga yarasha imkoniyatimiz bor. Lekin shu yerga bir haligi bir har tomonlama bir ezgulikka moyil, bu narsalarga qiziqadigan bir inson bo'lsa, mablag' ham topiladi. Mablag'. Inson omili uchun, insonlar uchun bu mablag' hech narsa emas. Shuning uchun shu insonlar o'zimizning xalqimizga, o'zimizning mehnatkor, ziyoli va boshqa aytaylik toifadagi xalqimiz, aholimiz uchun o'sha narsa yana chiroyli o'rnida bo'lib, o'shalarga xizmat qilishini men chin ko'ngildan istardim. Kerak bo'lsa, men yana qanaqa o'sha yerga bir maslahat berib, tiklash, ta'mirlash, uni keyingi bir ishlariga bir ajoyib bir
dasturlar bilan haligi xalqimizga bir manzur qiladigan narsa bo'lsa, men jonim bilan qatnashishim mumkin. Hoji aka, sizga rahmat. Shunchalik iltimosimiz yo'q demasdan intervyu berganingizga biz bundan juda ham xursandmiz. Andijon xalqi ham bilmaganlar bilib oldi. Sizlarga ham rahmat. Shu videoni oxirigacha ko'rganinglarga va albatta Andijonliklar sahifasiga obuna bo'ling.